Assalomu alaykum barchaga. Bugun meniki Shimbayda Tinibayib, ya'ni Shimbaydagi may zavod betki tarafdamiz. Qazaq avul deb aytiladi. Meniki qarang, Shimbaydagi may zavod bunda ko'rinib turibdi. Kegi yilning bo'yi meniki ustida ajoyib qo'ngsi qobalarga ega bo'ladi. Shu yerda ajoyib shunday padoshi 30, usti beti 60. Общий biyikligi 90 santi qilib quyilgan. Qarang. Fundamentlar tekshirib chiqdim. Жарылған jeri yo'q. O'tgan yili iyun oylarida quyilgan. Shu fundamentimiz. Qarang, az bo'lmalarni tanishtiramiz. Bugun sotuvga qo'yilib, qarang, buning bahasi bar yo'g'i 80 million so'm pul aytaman, albatta qaytaman deb atiribdi. Qarang, 4 bo'lma shunday shopker uy bor. Hozir o'sha uyda o'tirib, buni astin ko'tarib beruvga bo'ladi. Hozir bu uyni da ko'rsatamiz. Bu uydan bir talay material chiqadi. Bu shopker uy bo'ladi, qarang. Endi o'tgan yili shopker uyni bir buzib ko'rgandan keyin ko'rdik, bunda qanday materiallar chiqadi. Qarang, to'badagi ağaçlar tig'iz qilib bostirilgan bo'ladi. Bu bemali paydaga asadına kaptallarında da ağaçlar var. Sonunda hesapga olasizlar. Usu da var. Jami yer maydoni 8,5 sotik yer maydonga ega, qatelesbesem. Endi qarang, fundamenti men tanishtirayın. Qarang, bunda uyga kiraverish bo'ladi, mana yer. Neki kiraverish, oyoq kiyim sheshi o'rni, qo'l yuvish o'rni. Bu tarafında vannasi bo'ladi, qarang. Kirgandan keyin bunda hol bo'ladi. Mana yer ulkan choy ichish o'rni. Mana yerda TV zonani qistirsangiz bo'ladi. Odan keyin bu tarafında asxonasi bo'ladi. Odan keyin zali bo'ladi. 6,5 ga 3,30 dedi, qatelesbesem. Odan keyin детский, mana jag'i spalniy bo'ladi, qarang. Jami 7 bölme bo'lib ketadi bulay qilib hesaplasak. Fundamentlarni ulma gap yo'q, qarang. Endi ko'rdingiz, uyning ishini ko'rsatamiz. 8,5 sotik yer maydonga barliq zati dokumentalniy. Hech qanday ortiqcha yer yo'q deb atam. Mana uyning oldida shebin bor, bunda da bor, bunda da bor shebin. Qalesingiz kaptallarga atmoska quyib tustauga da bo'ladi, qarang. Aynaldirib. Endi qarang, vodoprovodi turibdi. Odan keyin bunda yer krani bor, mana yerda. Miniki yer kranini ko'rib turibsizlar. Yer kran bor. Tandır var. Odan keyin miniki o'tgan yil solingan deydi. Yili bu 3-4 yil aniq xizmetingizda bo'ladi. Miniki katyolxonasi. Diplomat katyol bo'ladi, miniki qarang. Diplomat katyol. Bu yerda Wi-Fi, odan keyin quyosh paneli de var, aytmoqchi. Bunda quyosh panelini bir ko'rsatib bering, ko'rinami ekan bu yerda? Ko'rinmaydi, biroq quyosh paneli bor. To'bada al uyimizning ichki tarafini sizlarga tanishtiruvdi, boshlaymiz olay bo'lsa. Bismillah deb uyimizning ishini kirib olamiz. Miniki qarang. Kiraverish shunday ko'rinishda bo'ladi. Miniki quyosh paneli turibdi mana yerda. Endi asxonasi bo'ladi, miniki asxona o'rni. Bu tarafında choy ichish o'rni bo'ladi, qarang. Choy ichish o'rni, televizor ko'rish o'rni, miniki shu yerda bemali. Bu tarafında da bir bo'lmasi bor. Endi qarang, ishinde zatlari men turibdi. Qo'ngsi qo'ba, bir qo'ngsi joy solib atgan ekan, so zatlarini qo'yibdi deb atiribdi. Odan keyin miniki ulkan zal bo'limi bo'ladi bu. Qarang. Negizi uyning basini oldin suv o'tmaydi deydi. Quyosh panelida qurgan vaqtda simni o'tkazgan ajerlar chertib. So kezda kitday suv o'tayotgan bo'ldi deb atiribdi, qarang. Bunda uyimizni ko'rdingiz, bemali narang zalning o'zida ulkan. Bu degan bir talay material bor degani bu. Imoratni agar buzganda da ertaga arjoqqa foydalana olasiz. Wi-Fi bor uyda. Suv to'q gaz, hech qanday mashg'ala yo'q. Qala desangiz qala, jan-jaqlama yaqin bo'ladi. Buning endi bahasına keladigan bo'lsak, bag'ana aytganimday 80 million so'm pul aytamiz, albatta qaytamiz deb atiribdi. Hal shu yerda bir yaxshi marat tiklanib, buyursa shunday gumburlagan to'ylar bo'lsin deb bugungi videomizda shu maqlaymiz.